Bugun mana Rahmatdan mana bugun so'zlashdamiz. Mana bolalar optoda kepkasini tushirib olgan. Mana Farhodjon, mana Ilyosbek, Sultonboy, do'stlarim sog' bo'lsin. Elmurodjon do'stim ham Rossiyadan yetib keldi mana. Usta, bu Oxunboyev qo'lga olgan bir paytlar. Mana o'rtog'im mana Nortoy o'rtog'im jon kuydiryapti. Mana qilyapti ekan bular. Eshitmaganlar. So'zlashdini bilibdimi? Hay. Muzaffar aka, nima deydi endi bu xalqqa? Komiljon. Pochchamiz. Dedi kelinglar, mehmonlar kelinglar. Nodirbek kepkani ko'taring mana. Mana. Ko'ryapsizlarmi, shunaqa bir quvnoq mahallamiz bor mana, hamma mana to'yga taklifli. Kelinglar, ertaga to'y, bugun so'zlashdi mana Rahmatulloh ikkida. Ahmadjonov. Sen telefonni qilib olasan. Gapiramaysan. Oson emas bunaqa qilib. Oson emas, To'g'rimi? Ha, to'ppa-to'g'ri. Chaqingiz bormi? Mashinangizda. Yo'q, mashinada yo'q, telefon bor aka.